ado qildilar va biz boshqa ellardan, yurtlardan kelgan hojilarning bizlarga qilgan havaslarini ko'rib, bu quvonchlarda yana ham Allohga hamdlar aytamizki, avvalambor davlatimiz rahbarlaridan va diniy qo'mitamiz, diniy idoramiz, barcha bu ishlarni o'sha tashkiliy rahbarlari har birlaridan Alloh rozi bo'lsin. Hech bir holda kamchilik ko'rmadilar. Har bir sharoitda, har Mino bo'lsin, Arafot bo'lsin, qilingan tartib intizomlar, ayniqsa 50 boshilarimiz ko'zimiz bilan ko'rdik, ular deyarli uxlamadilar. Har birlari hoji otalarini, hoji onalarini hollarini so'rab va bu holatdan shukronalarini ko'plab aytib, ular Ka'balarda, tavoflarda, sa'ylarda Alloh subhanahu va taologa ko'plab duolar qildilar. Mana Allohga ming qadra shukr. Allohim bizlarni mana shunaqa kunlarga yetkazganiga, shunaqa hajni hammaga nasib ro'za aylasin. Allohim mana hamma amallarni, ibodatlarni qilib keldik. Iloya yana borish bizga nasib qilsin. Hamma sharoitlari juda a'lo darajada. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizga ming rahmat shunaqa sharoitlar yaratib berganlariga. Makka shahrida haj amallari bilan yurtimizga qaytib keldik. Bu yerda yaratilgan sharoitlar juda oliy darajada. Oliy toifalarga xizmat qilishdi, ellik boshchilar hammasi yurtimizning ravnaqi uchun duolar qilishdi. Shukrini Allohim tilimiz bilan ifoda eta olmayapti. Qalbimiz bilan yig'lab keldim, faqat yig'lab keldim. Ilohim hammani chaqirsin. Makkatillohdagi omonlikni, tinchlikni, barokatni hammasini bizning yurtimizga barokatlarni bersin. Duolar qilib keldik, Alloh. Bir umr orzu qilib kelgan orzularimiz ushaldi. Allohga beadad shukr. Haj safariga borib, barcha amallarni bajarib keldik. Allohga beadad shukr. Bulan tashkil qilgan barcha rahbarlarga ming rahmat. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Alloh ularni ham hammalarini nima niyati bo'lsa niyatiga yetkazsin. Hammani duo qildim. Avvalo yurtga tinchlikni so'rab, prezidentimizga, boshqa rahbar